Men makurlar qilishdi. Hamma chidadi. Şimdi qo'yaveradi. Uyimda kirdi chiqdi, sovuqxona qilib o'tirib olgan joyim yo'q. Xudo ko'rib turibdi, Parvardigor. Men jag'imga mana qachasidan bundoq qilib bitdilar. Молодец xotinsiz, rosa havas qilaman, matonatli Tomonda ushlaymandir, men jag'im guddilar, mana etimga tegdi. Kim jag'ingga urdi? Kanalizatsiya option-da. Mayli. Ben sizden konak oldum. Allohning oldida o'zgar javob berishadi. 5-doman ashardan kelgan kanalizatsiya. Mana endi kechqurun keling edi, o'tirib bo'lmaydi dedi. Mana endi taqa. Ya Allah. Ketaydi, onani yigirma bitta. Ona ketayli bo'ldi. Rosa uxlaydi, maza qilib dam oladigan paytimizda taqa. Deydi endi kim? Oya, ne ishimas ekan. Ularga boshqa ma'lumot meni zimmamda bu men qurib berdim. Nasa foydalandim. Chegitdim. Ruchatga qilib yursam, men remontga qo'ydim, qo'yardim. So'ztirib, bekorga qilganim yo'q. Yuring degan joyda ko'rolmaysiz. Siz noqon yuring desa ketavermaysiz. Siz noqonuniy qilmaysiz. Yo'q, havozi bersa, mana xuddi buni talab qilishim Yo'q, Ashini ham qilib ketdim. O'zbekistonda yashayman, davlatga Ya uni men egasi Samayam ega odamni ko'ryapsiz, ko'pligini hamma qarab turibdi. nima deydi anu elginaqa chaqiradi. Siz birgadir chaqiradi. Skori chaqirib qo'yishibdi, bata ketyapti. O'lgan narsani jarayonni nima qiladi? Uni. To'xta. Qo'shadi. Omayning nomini. Omay. Ana narsa, uni dedamga telefon qiling. Bo'ldi. Mayli, hozir. Hozir jon bolla, qo'rqmani, cho'chimani, xotirjam, Xudo biz bilan, Alloh biz bilan. Indamani, Xudoga tavakkal qilib, o'zinglarni omonatdasizlar, Xudo xolisi. Telefoni tushib ketibdimi, Xonur hozir? Sinibdimi? Ha, maneti bilan maneti sinibdi. O'lib ketsin, telefon insondan azizman. Shularniki bo'libdi-da, zamonam. Telefon qiling tezroq. Hammadan bu dunyo qoladi. Hamma o'lgan bir joyga boradi-yu, oxiratda javobini Ona berishi telefon bor. qiling, ona. Ha? Telefon qiling, o'z telefoningizga ham qo'yishadi. O'shani. Necha yildan buyon mashq qiladi, 2 yildan buyon mashq qiladi. Men shag'al to'shib, shag'al chiqarib o'tyapman. Men bo'la mahallaga Onca siz aytganingiz qilmisiz, ona вообще? Hozir jon bolam, hozir mana asal qizim.
Abi, iltimos, mana oching bolalarimiz bilan mana yuksalishga kelsam, hozir qaror ekspertizaga beraman deb, buning niyati boshqa bo'lgan ekan. Bega olib kelib turib, meni g'ashimga tega 45 mingdan yo'l kira qilib kelibman desam, hozir shundoq men kiyimlarimni yetib sharmandamni chiqarib, mana endi ruhiy kasal deb turib, anaqaga mashinasiga tiqishga harakat qilib avtobusga chiqaman desam, eda so'drab hammani ichida nomma sharmanda qilib, hammaga obro'yimni bir tiyinlik qilib, obro'siz qilibdi. Nima qilay, Nodiraga ham ayting, hammani yig'ilib mana advokatim nimasiga telefon qiling, nima Jaloliddin akaga ham, Tomijon akaga ham. Nimaga bu haqqi bormi? O'shani tezlashtiring abi, men sizga jo'natdim. Bo'ldi, oldilar. Hozir kela olgan. Nozma xolamlarga narsa qilmaysizmi? Meniki kelasi ham, ha? Timur Malik aka, mana Habibullo yana menga tashlanib ketdi, kiyimlarim